Kim aytdi donda tandir somsa qilib bo'lmaydi dedi. Shunaqasidan tayyorlaymizki, qo'shnilargacha hidi yetib boradi. Iftorlik uchun esa zo'r ideya. Birinchi bo'lib somsamiz uchun qattiqqina xamir qoramiz. Nachinkasi uchun piyoz, qo'y yog'i hamda mol go'shti, tuz, zira, kashnik. Tingan xamirimizni yoyamiz va har doimgidek oddiy somsa xamiri tayyorlaymiz. Ishoninglar, menda ham birinchisi o'xshamadi. O'zim qilgan xatolarni sizlar qilmasliginglar uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Somsa xamirimiz ham tayyor. Muzlatgichga jo'natamiz. Chetlarini yupqa, o'rtasini esa qalinroq qilib yoyamiz. Qozon somsa uchun eng ideal variant dumaloq yoki tomchi shaklida bukishdir. Meni uyimda oddiy temir qozon yo'q ekan. Sizlar ham granitli qozonni umuman ishlatmaylar, yopishmas ekan. Ikkinchi urinish o'xshadimi? Albatta o'xshadi. Qovoqini somsalarimizni orqa tarafiga surtamiz. Qozoninglar esa o'rtacha qizigan bo'lishi kerak. Qopqog'ini shunaqa yopib pishiramiz. Parlanib ketganida esa shunaqa artib olamiz. Buni hidini sizlarga hozir yetkazib bera olmayman. Tandirdan uzgandek tasavvur qilib somsalarni uzib oldim. Men kutgandan ham ideal darajada chiqdi. Somsani ideal qilaman degunimgacha esa qozonim bir ahvol bo'ldi. Raya super очистительlari va qozonimiz bu narsani ko'rmagandek bo'lib ketadi. Marketdan zakaz qilib olishingiz mumkin. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar.